proton ishlamasa, bundan oldingi videomizda o'sha predatorimizni slim variantini obzor qilib berdik. Hozir solishtiramiz slim varianti bilan. To'g'risi o'zimga ham qiziq bu modelimiz. Anchadan beri yo'q edi. Bozorda ham, o'zimizda ham yo'q edi bu modelimiz. 32 ga 1 terabayt operativ memory SSD xotiralari, 32 ga operativ xotirali DDR5 bo'ladi, 5600 shina. Bas, bu 6400 shina tezligi operativkani. Bu modelimizda ekrani OLED ekran, RGB podsvetka, Ultra 9 275 HX protsessor, 5060 video karta, 8 GB lik. Qalinligini mana ko'rsanglar bo'ladi, solishtiruvchilik uchun. Ikkala modelimizda ham nalishi bor. Malika bozorida A2 do'kon yo'l yuzida Chipset Plus showroomimizga kelib, ikkala modelni ham solishtirib ketsanglar bo'ladi bemalol. Yoki-da buyurtma beringlar, yetkazib beramiz butun dunyo bo'ylab.